Har bitta qabulim kelayotgan bemorlarga bitta gap aytaman. Siz men uchun bemor maqomida qolishingiz kerak. Aslo klient bo'lib qolishingiz kerak emas. Sababi, agar sizni maqomingiz klientga o'zgarsa, bu degani men sizni xuddi davolayotgandek bo'laman, lekin maqsadim pul shilish bo'ladi. O'shaning uchun bemormisiz? O'z vaqtida aytganlarimni qiling va tavsiyalarimni qilsangiz, Xudo xolisa tuzalasiz deyman. Maqsadim tuzatish. Ya'ni qabulimga kelgan bemorlar juda ham yaxshi biladi. Har bitta bemorni sog'lom hayotga qaytarishga harakat qilaman. Tartibi qanaqa? Hamma biladigan oddiy narsa. Ya'ni to'g'ri ovqatlanish rejimini yo'lga qo'yish, jismoniy faollikni oshirish, ya'ni zalga chiqib murabbiy bilan birga shug'ullanish va uyqu rejimini to'g'irlash. Eng katta sizni sog'aytiradigan sabablardan bittasi shu. Mani vazifam o'sha sizni sog'ayguningizgacha bo'lgan oraliqda to'g'ri lecheniya taktikasini tuzib, sizni sog'ayishingizni, ya'ni reabilitatsiyani maksimal tarzda tezlashtirib berish.